AQSh urushga qo'shildi. 22-iyun kuni kechasi Qo'shma Shtatlarning B-2 samolyotlari tog' ichida joylashgan Eronning Fordodagi uranni boyitish markaziga hujum qilib, unga kamida o'nlab tonnalik bombalarni tashladi. Shuningdek, suvosti kemalari orqali Natans va Isfahondagi obyektlarga 30 ga yaqin raketalar bilan hujum qildi. Shundan so'ng Tramp nishonlar to'liq yo'q qilinganini e'lon qildi. Eron harbiylari esa AQSh hujumiga javoban Isroilga ballistik raketalar uchirdi va birinchi marta 2000 kilometr masofaga uchadigan eng yangi modelini qo'lladi. Eron prezidenti Masud Pezeshkian Fransiya prezidenti Makron bilan telefon orqali suhbatda AQShning 22-iyun kuni Erondagi 3 ta yadroviy obyektiga uyushtirgan hujumiga javob bo'lishi kerakligini ta'kidladi. Unga ko'ra, bu hujumlar AQShning tinch muloqotga oid bayonotlarini inkor etadi. Pezeshkian AQSh bilan ishonch asosida muzokaralar olib borilganini, ammo amalda AQSh sionistik rejim Isroil bilan harakat qilib, Eron obyektlariga zarba berganini aytdi. U Eronga nisbatan bosim va qo'rqituvlarga javoban munosib choralar ko'rilishini bildirdi. Bundan tashqari, Eron armiyasi bosh qo'mondoni Xotamiy AQShga qat'iy javob berish bilan tahdid qildi. Bu haqda u qurolli kuchlarning yuqori martabali zobitlari bilan uchrashuvda ma'lum qilgan. Amerikaliklar har safar jinoyat sodir etganida qat'iy javob olgan va bu safar ham shunday bo'ladi degan u. Makron esa Eronni vazminlikka va diplomatik muloqotga qaytishga chaqirdi hamda yadro qurolidan butunlay voz kechishga da'vat etdi. Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi esa diplomatik yechimni ko'rmayotganini aytib, Rossiyaga jo'nab ketgan. AQShda Eronga bergan zarbalardan keyin urushga qarshi namoyishlar boshlanib ketdi. Namoyishlar Times Square'da va butun mamlakat shaharlarida bo'lmoqda. Plakatlar va bayroqlar ko'targan olomon Nyu-York ko'chalari bo'ylab Tramp urush jinoyatchisi deb hayqirmoqda. Eronga berilgan zarbalarga qarshi norozilik bildirish bilan birga xavotirli amerikaliklar Falastinni qo'llab-quvvatlamoqda. Hozirda Xitoy va Rossiya ham AQShning Eron yadro inshootlariga zarbalarini qoralamoqda. Bundan tashqari, Turkiya ham bu holatga munosabat bildirib, AQShning Eron yadro inshootlariga avia zarbasi Yaqin Sharqda tartibsizlikka olib kelishini ta'kidlamoqda. Shimoliy Koreya esa mazkur hujumni xalqaro huquqni buzish deb atadi. Xo'sh, siz bunga qanday munosabat bildirasiz? Sizningcha AQShning hujumidan nima maqsad ko'zlangan? Eron Qo'shma Shtatlarning bu harakatiga javob qaytara oladimi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.